Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan. Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga. Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga. Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvoli bandasini. Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi. Taloq surasi. Xavf va xatardan Alloh omonda saqlaydi. A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi. Moida surasi. Osmon yerdan barakani yog'diradi. A'rof surasi. Dushmanlarning makr-hiylalarini o'zi nari qiladi. Oli Imron surasi. Ilm beradi. Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo. Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo. Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo. Toha surasi. Har bittasiga birodarlar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu. Gap qisqasi taqvodor bo'laylik. Ikki dunyomiz obod bo'lishini xohlaydigan bo'lsak.